Agarda ustangiz teralmasa, demak u usta bo'lmaydi. Bitta obunachimiz so'rashyapti. Shu mahsulotingizni olsam, meni ustam terib bermayman yoki teralmayman desa, nima bo'ladi? Nima bo'lardi? U usta bo'lmaydi, sizdan farqi bo'lmaydi desam, nega deyishyapti. Ha, rostda. Agarda mana shunday yarim tayyor holatda mahsulotlar yetkazib bersak, agarda ustangiz teralmasa, demak u usta bo'lmaydi. Sizdan farqi bo'lmaydi, chunki bu narsani terishni bilmaslikni o'zi yo'q. Oddiy sal tushunchasi bor odam, sal hafsalasi bor odam buni terib qo'yadi. Chunki mahsulotlarimiz yarim tayyor holatda chaqlangan, kesilgan, detal ko'rinishda bo'ladi. Buni terishni o'zi qoladi xolos. Lekin usta bilan ustaning farqi nimada desangiz, mana bu choklarini, stiklarini chotki qilib keltirish yoki mana o'raveldan olish, mana qaranglar. Misol uchun mana buni ham orqalarini ochib, choklarni millimetrga olib qo'yishgan. O'ta ham go'zal holatda, hamma nollar tay ochiq ko'rishingiz mumkin. Bu narsa professionallik talab qiladi. Mana shu narsa bilan ustaning qadri o'lchaniladi. To'g'ri, siz ham terishingiz mumkin, lekin siz ishni mana bunday qilib sifatli qila olmaysiz. Siz uyda egasiz, o'shaning uchun iloji boricha bunaqa soha bo'lgandan keyin o'zini mutaxassisga qildirsangiz, o'ta go'zal holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, lekin o'zingiz sal-pal tushunsangiz, qilaman desangiz, qilsangiz bo'laveradi, chunki o'zingiz xonadoningiz bo'lsa, birov sizni urishmaydi. Agarda siz usta solib, ma'lum haq evaziga haq berib usta soldiradigan bo'lsangiz, professionalroq ustalar bilan ishlashingizni tavsiya qilaman. Chunki bunday narsalarga yaxshigina pul ketadi va bu abo emas, ertaga ko'chirib tashlab, yangi qilib olaveraman degan. Mana bu haqida qiziqarli ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.